Assalomu alaykum. Muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning kuni kecha yoshlar bilan uchrashuvida berilgan topshiriqlarning ijrosini ta'minlash hamda viloyatimiz hokimi Abdurahmonov Shuhratbek Qo'shaqboyevning tashabbuslarini ilgari surish maqsadida Qo'qon universiteti Andijon filialida viloyatimizdagi barcha umumta'lim maktablarining o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosarlari uchun seminar tashkil etildi. Birinchi kursdan boshlab tibbiyot ichiga kirib, ham amaliyot, ham o'qishadi. Qo'qon universiteti Andijon filialida birinchi kurs talabasiman. Biz yoshlarga berilgan imkoniyatlardan keng foydalangan holda o'z kichik biznesimizni yo'lga qo'yishga muvaffaq bo'ldik. Ham o'qib, ham ishlash imkoniyatiga ega bo'ldim, hamda 100% grant sohibasiga aylandim. Qo'qon universiteti Andijon filiali cheksiz imkoniyatlar kaliti.